Assalomu alaykum futbol ishqibozlari. Bozorchi akalarimizdan qaysi klub chempion bo'lishini so'raganmiz. Videoda oxirigacha ko'rasizlar. Qaysi komanda mana kommentariya Instagramga qo'yamiz. Kommentariyaga qaysi komanda chempion bo'lishini topsalaring, Chempion Ligasi to'pini sovg'a qilamiz. Kommentariyaga qaysi komanda chempion bo'lishini topganga sovg'a qilamiz. Assalomu alaykum. Akalar, yaxshimisizlar? Akalar, Chempion Ligasiga fikrlaring qanday? 4 ta komandaga. PSG, Atletico, Bavariya, Arsenal. Chempionlar Ligasi. Ha, qaysi chempion bo'ladi aka? Xudo xolasa. Men PSG chempion bo'ladi deb o'ylayman. Taxminim bo'yicha. Sizcha aka? Arsenal yutadi. Arsenal yutqizib qo'yadi. So'ldirar. Arsenal. Bavariya chiqadi. Aniq Bavariya chiqadi. Bavariya chempion bo'ladi. Bavariya. Atletico uchadi. PSJga Bavariya 2 chiqadi finalga. Aka shot. Aka qaysi komanda chempion bo'ladi bu yil? Ya men ham shu Bavariya bo'lsa kerak, endi futbol tushunmayman aka, endi hamma Bavariya. Bavariya. Fikringiz uchun rahmat aka. Xo'p, sog' bo'ling. Bir tomondan Bavariya chiqadi deb o'ylayapman, PSG bilan o'yinda. Ha. Bir tomondan Atletico bilan Arsenalda Atletico chiqib, Atletico final oladi deb o'ylayapman. Chempion bo'ladi, xudo xolasa aka. Atletico. Aka, sizning fikringiz qanday? Bavariyada. Bavariya. Rahmat akalar. Menimcha bu yil PSG kuchliroq ancha. Chempion bo'ladi aka. Shunday. Bavariya yoqadi, lekin PSG menimcha kuchli bu yil. Rahmat aka. Parij klubi. Rahmat. Bavariya bo'lsa kerak. Bavariya. Rahmat aka. Bavariya, Arsenal. PSG. PSG. Rahmat.